Men Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidan Umidjon Vahobovman. Yoshim 12da. Doirasi ijodkor, mehnatdan to'xtamaslik men shiorim. Bir marta yangi narsani ishlagan paytimiz o'xshamargan. Bir hafta o'xshamagan, 2 hafta. Masalan, cho'pchalantirayotgan paytim, yerga tushib ketavergan, bu otayotgan paytim qo'limga kelishi kerak bo'lgan. O'zbekiston bo'yicha unchalik odam qilgan yo'q. Keyin bu kasb yo'q qo'yibdi, juda qiyin ekan deganman. Keyin albatta oyim aytganlarki, hamma narsani o'zini qiyinchiligi bor deganlar. Keyin shug'ullanib, albatta o'z ustimda ishlab chiqarganman. O'sha cho'pkashni. Doiralar aylanib kelgan vaqtida o'zini toni bilan joylashtiramiz. Masalan, bum, bak bu yoqda, keyin bu yoqda bo'ladi. Albatta bum, bak bo'lib ketaveradi. Doirani o'zini bum, bak degan nimalar, sadolari bor. Bu kontrakt emas albatta. Bu O'zbekiston Got Talent Show. Bunaqa bo'lishini o'ylamadim men. Bunaqa katta show bo'lishini o'ylamadim. Ko'zimni yumib, albatta bu kontraktni yutganimni ko'rdim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Umidjon. Umidjon, qayerdan keldingiz? Qashqadaryodan. Qashqadaryodanmi? Yaxshi. Qancha ishingizni ko'rsating? Mana shunaqa turing-da. Nima mana qolmishsiz? Ha? Necha yoshdan? 12 yosh. Nima ko'rsatasiz bugun? Bugun sizlarga 5 doira usullari ko'rsataman. Qani, boshlang. Bir mazza qilaylik. Nimadir bo'ladiganga o'xshayapti, Bobur aka. Da. Yorvatdik-ku 12 yoshga. Вот это сложно. Bravo. Barakalla. Menda bitta 5 ta doira emas, albatta boshqa narsalar ham chalish bilaman. Hozirda 20 ta asbobni chalaman. Rostdan.
20 ta choliq. Shu yigitni otalari ham, onalari ham ko'rib, deb shundoq yigit borligi bilan, farzandlari borligi bilan faxrlanadilar. Men bunga Rahmat ishonaman. kattaga. Xullas, bugun 3 ta ha, siz keyingi bosqichdasiz. Tabriklaymiz. Murojaat. Rahmat. Sog' bo'ling.